Ayolim homilador, jinsiy aloqa qilsam bo'ladimi? Homiladorlik paytida jinsiy aloqa qilish mumkin, faqatgina istisno holatlar bor. Masalan, homiladorlikning birinchi trimestrida, ya'ni bu birinchi haftalikdan 12-chi haftalikgacha bo'lgan davrlarda aloqa qilish mumkin emas. Chunki bu paytda homila juda ham kichkina bo'ladi, nozik bo'ladi, endi bachadonga o'rnashayotgan payti bo'ladi. Ya'ni agar bu paytda aloqa qilinsa, xavf darajasi oshadi. Ikkinchi holatda qon ketish yo ajralmalar bo'layotgan bo'lsa yoki bundan oldingi homilalarda tushish xavfi yoki tushgan holatlar bo'lgan bo'lsa, iloji boricha aloqani kamroq qilgan ma'qul. Keyingi holatda esa egizak farzandlar yoki 2 va undan ortiq bo'lgan homila rivojlanayotgan bo'lsa, bu vaqtda ham imkon qadar aloqani cheklagan ma'qul. Ginekologik tekshiruvlar natijasida platsentaning pastda joylashganligi aniqlansa va bachadon tonusi baland bo'ladigan bo'lsa, bunaqa vaqtlarda ham jinsiy aloqa qilmagan ma'qul. Chunki bu vaqtlarda jinsiy aloqa qilish homilaning tushish xavfini oshirishi mumkin.